Og'rib qolsangiz doktorga borish oxirgi variant bo'lib qoladi, bilasizmi? Misol babushkalar yumma farqi kimda kirgan bunga? Yo'ydirib berish kerak. Oyog'i singan buni desam, yo'q, yo'ydirib bersa. Otalarga ham mana bunday deyiladi. Oma bola xontadi qilib qo'ying-a. Yerda chopmasang yashamaysan, uzoqqa bormaysan. Shu. Xullas olib borishdi xususiyga. Ayam olib bordi. Endi xususiyga nimaligini bilasizlar. Men olib borsa chindan kirgan bo'lish mumkin. Devor oradi u yerda ham. Xususiyga olib borishdi. Endi xususiyga ashincha pul to'lab apparatlarga tekshirtirgandan keyin ayamga rezultat chiqish kerak. Hali yoki tekshiryapti. Opishnasi yo'q ekan, sayamda turib bor uka deyapti. Bor, mashincha pulga tekshirtiryapmiz, bo'lish kerak bu narsa. Yaxshi, qarangchi yana bir marta. Bor. Doktor ham hali vajohatdan qo'rqib bo'pti. Bir pasdan keyin qaraymiz, bir pasdan keyin. Bir pasdan keyin tasavvur qilingmi? Tarbiyasiz yara ekanda, kech qolayotgan bo'lishi mumkin-a, bugun ish-pish chiqib qolib, qonni origa, jigarni orqasiga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Farqi yo'q-da bu. Oshqozonim chiqmasa ham yarasi chiqish kerak-da, ham uchun tushunasiz.